kichkina auditoriya, kichkina odamlar emasda 12 mingta odamning uyida xuddi mana shu kotyollardan turibdi. Xudo xolasa Qozog'istonga ham ekspertimizni yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa. Yaqinda shartnoma qilamiz. Asosiysi aka hamma garantiyani so'rab oladi. O'sha garantiyani biz beramiz. O'zbekiston hududida hamma joyga dastavkasi bepul. 200 kvadratli xonadonlarda 2,5 sutkadan 4 sutkagacha yonib turadi. Kotyol normal ishlayapti, kerak bo'lsa 110 ga chiqyapti. Uy isimayapti. Misol uchun buni oshxonaga qo'yadigan bo'lsangiz, oshxonaga radiator qo'ymaysiz. Bu o'zidan issiqlik chiqarib beradi va qaynayotgan suvni yonidagi xonalarga yo'naltirib beraveradi. Asosiysi garantiyasi bor. Ha, garantiyasi. Asosiysi 2 yil garantiya beramiz. Biz firmani nomiga olib kelganimiz uchun ancha arzon tushyapti. Shu musofir tanishimiz ham bunday hisob-kitob qiluvdilar. 4,5 million arzon chiqdi bizga kotyol. Qishni g'amini yozda ye deyishadi. Ko'pincha qishga kelgandan keyin katyollaringiz ishlamay qoladi. Ya'ni yoki isitmay qoladi, yoki qandaydir muammo bo'ladi. Ko'pincha aybda ustalarga to'nkashadi, boshqa qilishadi. O'zi asli isitmasligini muammosi nimada? Ishonaveringlar akalar, 3 million so'mdan boshlanadigan katyollarning obzorini qilgani yetib kelganmiz. Sizlarga hozir bu joyda, ya'ni katyolingizda to'liq obzorini tushuntirib beramiz. Rossiyskiy, turetskiy, o'zbekskiy 3 xil katyollarni to'plab qo'yilgan. Bu yerda videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, albatta hammasini narxlarini, ishlashini, garantiyasini, necha kilo ko'mir yeydi, qishda qanday o'rnatish kerak, qanday o'rnatsa uy zo'risiydi, o'sha haqida to'liq obzorini qilib beramiz. Mirzohid aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tushunchalar aka, biz katyolimiz maskaniga xushvaqt bo'linglar. Yuringlar aka, ichkariga. Obzorini qilib beramiz. Ichkariga bitta-bitta kiramiz. Hozir aytdingiz, rossiyskiy, turetskiy, o'zbekskiy 3 xil katyollar shu yerda bor deyapsiz. Aka, musofirda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz o'zlari Rossiyadan katyollar olib kelishyapti, Turkiyadan katyollar olib kelishyapti. Shu musofirlarimiz qiynalmasligi uchun asha Turkiyani rossiyskiy o'zimiz katyollarni bitta joyga mujassam qilib qo'ydik. Bitta musofir tanishimiz mana shu katyolni olib keldilar Rossiyadan. Solishtiruvdik, bizda arzon chiqdi. Yo'q, chunki baribir tanish bilish ko'p. Biz firmani nomiga olib kelamiz. Agar jismoniy shaxsda o'zi kira qilib, boshqa qilib, o'zi olib kelsa ancha qimmatga tushyapti. Biz firmani nomiga olib kelganimiz uchun ancha arzon tushyapti. Shu musofir tanishimiz ham bunday hisob-kitob qiluvdilar. 4,5 million arzon chiqdi bizga katyol. Chetdan olsam ham bo'lar ekan devordilar. 4,5 million, salkam hozir $400, 380-400 dollarga shunaqa. Xohlovchilar uchun rossiyskiy katyollar, xohlovchilar uchun o'sha Turkiyada eng mashhur bo'layotgan Faben firmasini avtomatik katyollari, xohlovchilar uchun sal narxlari arzonlashtirilgan va o'zimizda ishlab chiqarilgan Zevur milliy ko'mirli katyollar. Hammasini bitta joyga mujassam qilib qo'yganmiz. Bular ham menimcha o'zi haligi Rossiyadan qolishmaydi uncha-muncha. Aka, o'zingiz ancha yildan beri shu sohadasiz. Aka, asosiysi garantiyasi bor. Ha, garantiyasi. Asosiysi 2 yil garantiya beramiz. Keyin katyollarimiz haqida pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsa, qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'zimizning katyollar ham aka bir sutkada bir marta zapravka qilishga mo'ljallangan. Ya'ni 150 kvadratga katyolimiz 45 kilogramm ko'mir oladi. O'zlarini ventilyatori bor, termostatlari bor, o'sha xohlagan graduslarga qo'yib qo'yishadi. 24 soat yoqib beradi ichidagi ko'mirini. Bu nijniy garina, verxniy garina qanaqa bo'ladi? Nijniy, verxniy hammasidan bor. Hozir shu nijniy, verxniy haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Verxniy katyollarda o'ziga yarasha plus tomoni bor, o'ziga yarasha minus tomoni bor. Nijniy katyollarda ham o'ziga yarasha plus, minus tomonlari bor. Misol uchun nijniy garina katyollarimiz zapravka qilsangiz 45 kilogramm. Hop. Yarim bo'lganda tepasidan zapravka qilsangiz bo'laveradi. Qulayligi shu. Bitta minus tomoni, u faqat yirik ko'mirga ishlaydi, hoka ko'mirga ishlamaydi. Nijniy garina katyollar. Davlatdan beradigan ko'mirlarni yoqmasligini faqat yirik ko'mirga ishlaydi. Verxniy katyollar buni bitta 45 kilogramm solgan ko'miringiz tugagandan keyin zapravka qilasiz. Bu ko'mir tanlamaydi. Uniga ham ishlayveradi. Hoka deymiz-ku. Shunaqa o'ziga yarasha plus minuslari bor. Zo'r. Hozir bu O'zbekistondagi, ya'ni Zevur o'zlaringning brendlaring. O'zimizda brendlangan, haqiqiy patentlangan brend. Shu Zevur katyolda 12 ta viloyatda topsalaring bo'ladi.
и Xorazmda filialimiz bor, Namanganda ham filialimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, filiallarimiz bor, sotib olsalaring bo'ladi. Zo'r. Buni turetskiy yoki rossiyskilardan farqi nimada? Turetskiy, rossiyskiylarda aka, mana shu Rossiyadan kotelni olib kelamiz, ular bilan shartnoma qilib, shu Turkiyadan kotelni olib kelamiz, bularning mutaxassislar bilan, ishchilar bilan shartnoma qilib, bularni o'sha texnologiyada shu yerda ishlab chiqaryapmiz. Qulayligi arzon, yo'l transport xarajat bo'lmaydi, rastamoshka bo'lmaydi, o'zbek lislari ham hatto Rossiyadan keladi. Hammasi И Rossiyadan. texnologiyasi ham robot asosida ishlab chiqariladi. Zo'r. И teplanmeni deymiz, yasalish jarayonlari ham o'sha shartnoma asosida mutaxassislar bilan maslahatlashib, standart bo'yicha ishlab chiqariladi. Zo'r. 3 millionlik kotel qanaqa bo'ladi? 3 millionga aka rossiyskiy kotel bor. Yo'q, Operatorimizdan yaqinroq ko'rsatishlarini iltimos qilamiz. Mana shu 3 millionlik Rossiya Novosibirda ishlab chiqarilgan NMK zavodini KBO koteli. Tepasida ovqat ham qilsangiz bo'laveradi, choy ham qaynatsangiz bo'laveradi. Ichida yonayotganda polniy kotel suvni qaynatadi, podacha ulab, yonida 2-3 ta xona, ya'ni 150 kvadratgacha radiatorlarga suvni yo'naltiraverasiz. Misol uchun buni oshxonaga qo'yadigan bo'lsangiz, oshxonaga radiator qo'ymaysiz. Bu o'zidan issiqlik chiqarib beradi va qaynayotgan suvni yonidagi xonalarga yo'naltirib beraveradi. Rossiyadan kelgan KBO kotelimiz. 3 million hozir aytishadi. Bu boshqacha kotel bo'lsa kerak. Mana kotel bor ekan. Bu ham aka aksiyada. O'zi Rossiyada 7 million 800 million turadi. Yo'q. Hozir 20 ta kotel qo'yganmiz aksiyada. 20 tadan keyin sotilib bo'lgandan keyin 7 million 800 millionga o'zgaradi. Hozircha aksiyada 20 ta kotelimiz 3 milliondan turibdi. Ulgurib qolinglar, xudo xolasa telefon qilsalaring, mana shunaqa narxda, skitka narxda, aksiya narxida ketadi. Chunki baribir sezon emas, sal arzonroq payti. Ya'ni hozir urib qoladigan payti. Baribir qishda ham qilinadi. Bizning xalqimiz shunaqada, qishda sovuq, bitta qor bo'lganda tapir-tupir harakatni boshlashadi. Hozir olishsa, xudo xolasa aksiyada olasizlar. Xo'p, keyingimiz Kotelus o'sha o'zimiz gazlashtirilmagan hududga, o'sha hozir O'zbekiston hududida bilsangiz 60-70% joylarda gaz yo'q. Gazlashtirilmagan hududlarga shunaqa o'zimiz kotel ishlab chiqaramiz, Rossiyadan olib kelamiz, Turkiyadan olib kelamiz. Rossiyskiy kotellarimiz ham aka, rossiyskiy kotel ekan deb Rossiyadan shunday chaqirtirmaganmiz. Bu Cooper zavodini xarakteristikasini o'rganib, O'zbekiston sharoitida yaxshi ishlab berayotgan, effektini ko'rsatayotgan kotelni o'sha brendni olib kelganmiz. Cooper zavodini o'sha kotellari. Misol uchun Cooper zavodining kotellari eng arzonidan boshlasak, Cooper Oak versiyasi bor. Bitta ko'mir sig'imi bilan 150 kvadratga 8 soatgacha yoqib beradi. Narxi 7 million 900 ming. Video davomida narxlarni aytib o'tib ketsa yaxshi bo'ladi. Albatta. 7 million 900 mingdan boshlanadi, 150 kvadratga 8 soat yonadigan. Xohlovchilar uchun sal narxi o'zgaradi. 9 million 900 mingga bitta ko'mir sig'imi bilan 12 soat yoqadigani bor. Necha kvadrat istadi? Hozir tanishtirayotganimiz 150 kvadrat. 150 kvadrat, Yana 150 kvadratga mos kotelimiz bor, 16 million 400 ming so'mga Nijniy Galina bitta ko'mir sig'imi bilan 16 soatgacha yonib turadi aka. Bu zapas qildik demak ko'p ekan. Sekin-sekin pullari ko'tarilyapti va yonish qismiga ko'p ko'mir olyapti, uzoqroq yoqib berish uchun mo'ljallanyapti. Bir zapravkada bir sutkada bitta zapravka qiladigan kotelimiz, ekspert kotelimiz bor, 15 million 900 ming so'm aka. Bir sutkada bir marta zapravka qilinadi bo'ldi. Bir sutkada bir marta zapravka qilinadi. O'sha Cooper Expert 36 soat yonuvchi kotelimiz ham bor aka. 36 soat. Cooper Mega kotelimiz 17 million 200 ming so'm, 150 kvadratga. Bu eng Cooper zavodining eng qimmat kotel turiga kiradi. Eng qimmat koteli. Ham tepadan, ham pastdan yoqib beradi. Tepadan yoqisiz ham bo'ladi, pastdan ham yoqib. Mana ichki sistemalari xuddi shunaqa bo'ladi mana. Ham tepadan yoqasiz, ham pastdan. 17 million 200 minggacha bor rossiyskiy kotelimiz. Zo'r, bularchi, kattalarchi? Kattalar endi 320 kvadratga mo'ljallangan. Mana shu mega kotelimiz 320 kvadratga mo'ljallangani 90 kilogramm ko'mir bilan 300 kvadratli xonadoningiz 36 soatgacha yonib turadi. Narxi 20 million 900 ming chiqadi. 20 million 900 ming.
Bunimiz qanaqa? Bunisi Cooper Carbo nijniy kotel turiga kiradi. 19 million 400 ming 340 kvadratgacha qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun aynan 340 emas, 250 dan boshlab 340 kvadratgacha qo'ysangiz bo'ladi. Bu Cooper kotellarimiz, hozir tanishtirayotgan kotelimizni bitta zo'r plyus tomoni bor. Regulyator tiyaga bilan, ya'ni sepochka tiyaga bilan ishlaydi. 1 vatt elektr toki talab qilmaydi. Umuman toksiz ishlaydi bular. Agar sistema sama tok sistema bo'lsa, umuman tokni keragi yo'q, tokni unutasiz, bemalol ishlayveradi. Zo'r, o'zi ochib, O'ziga yarasha qulayligi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bitta narsa meni hayolimga kelyapti. Endi bitta savol. Ko'pincha mana shuni borib yoki kimdan oladi? Sizdan oladimi, boshqadan oladimi? Borib o'rnatishadi. Aytib o'tganingizdek, ozgina muammolar bo'lib qoladi. To'g'ri. Ya'ni kotel borib o'rnatilgandan keyin kotel yongani bilan uy isimaydi, yoki kotel yonmay qoladi. Shunaqa holatda qanaqa bo'ladi hozir sizlar Bu sohada bu tomonlarni ham o'ylab qo'yganmiz. Misol uchun mana sistemamizni terib qo'yganmiz. Hop. Kotel uzda o'sha o'zimiz brigadalar bor, santexnik brigadalar. Mana shu isitish tizimini komplekt olib borib o'rnatib beradi. Misol uchun o'zimiz ham shunaqa ishlarga to'g'ri kelganmiz. Klientlarga kotel sotganmiz. Klient jalba qilyapti, uyim isimayapti. Bo'ldi, biz zakazga tashlab boramiz dedik. Sistema kotel normalniy ishlayapti. Kotel misol uchun suvni qaynatib beruvchi vosita turga kiradi xolos. Faqat qaynatib beradi xolos, qizdirib beradi. Qizdirmaydi. Kotel suvni qaynatadi. Misol uchun gazga suvni qo'ysangiz 92 gradusda suv qaynaydi. Hop. Misol uchun mana shu kotelimiz ham 92-100 gradusga suvni qaynatib berishiga asosiy birinchi o'rinda garantiya beramiz. Ikkinchi garantiyamiz suv hech qayerdan koteldan suv oqmasligiga. Ikkita narsaga garantiya beramiz. Misol uchun o'sha klientlarimiz borib tekshirsak, kotel normalniy ishlayapti, kerak bo'lsa 110 ga chiqyapti, uy isimayapti. Radiatorni borib ushlasak, qaysidir xonada radiator ilmiliq, qaysidir xonada isib ketgan, qo'l kuydiradigan darajada. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun alohida brigadani tashkil qilib qo'yganmiz. Kotel isitish tizimi o'sha radiatordan iborat bo'ladimi, to'plipondan iborat bo'ladimi, komplekt olib borib o'rnatib berishadi. Asosiysi qishga muammo bo'lmaydi. Ana bo'lmasa, u qayerlarda xizmat qiladi ustalar? Hozircha bunaqa xizmatimiz vodiy bo'ylab. Faqat vodiy bo'ylab. Keyin hozir 2018-yildan beri ish faoliyatimizni olib borayotgan bo'lsak, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hududida 12 mingtadan ortiq kotelni yetkazib berganmiz. Shu 12 mingta kotelni, misol uchun olgan boshqa viloyatdan ustalarimiz bor, garantiyali ustalar. O'shalarni misol uchun Navoiydan bo'lishi mumkin, Buxorodan, Xorazmdan bo'lishlari mumkin. Bizga aloqaga chiqsa, rossiyskiy kotelimizni olishadimi, o'zimiz ishlab chiqqan kotelni olishadimi? Mashina xuddi shunaqa o'rnatadigan mutaxassislarini nomerlarini berib, aloqalashtirib qo'yamiz. Ular ham chiroyli qilib garantiya bilan qilib berishadi. Aytmoqchimanki, boshqa viloyatda ham santexniklarimiz bor demoqchiman. Zo'r. Bu 12 mingta menimcha hazilakam rezultat emas. 12 mingtadan ham o'tib ketdi shekilli aka. 12 mingdan bu kichkina auditoriya, kichkina odamlar emasda, 12 mingta odamning uyida xuddi mana shu kotellardan turibdi. Ishlayapti. Ishlayapti. Chiroyli bo'lib ishlayapti. Uylarni isitib beryapti. Misol uchun bizi kotellar shunaqa eng 45 kilogramm ko'miringiz 1 sutkaga yonishga mo'ljallantirilgan. Biz kotellar. Endi 1 sutka yoqish uchun misol uchun xonadonini teplo batareyasi ham yaxshi bo'lishi kerak, ya'ni issiq saqlovchi. Keyin bunaqa sistemalari ham zo'r bo'lishi kerak va ko'mirlarning sifatlari ham standart bo'yicha kaloriyasi yaxshi ko'mir bo'lishi kerak bu sohotda yoqish uchun. Misol uchun hamma tomonlamali plyusini gapirib ketyapmiz, minusini gapirmayapmiz aka. Biz shunaqa muammolar bo'lgan. 24 soat yonadi deb kotelni bersak, 12 soat, 14 soatda o'chib qolgan. Borib tekshirsak, bunaqa sistemalari noto'g'ri ko'mir yoqishyapti, noto'g'ri foydalanishyapti. Shularni bartaraf qilganmiz. O'sha klientlarimiz rahmat ham aytishgan. Biz bu sohada faqat tizimni shunaqa bo'lar ekanini o'rnatkizib olibmiz deb. Eng asosiysi o'zi mutaxassisga o'rnatish kerak bu narsalarni. Mutaxassis bilan
mutaxassisga o'rnattirib ishlatish kerak. Endi arzon pulga olishmaydi. Arzon pulga ustunovka To'ppa-to'g'ri qilishmaydi. aka. Bir ustunovka qilingandan keyin yaxshi ustaga ustunovka qildirsalaring, Mana shu radiatorda zo'r bo'ladi. 600 mingga o'rnatayotgan ustalar ham bor, Aha. 200 mingga o'rnatayotgan ustalar ham bor. Necha puldan qochmasdan o'zi mutaxassisga o'rnattirilsa, qishda a'lo daraja, a'lo effektni beradi. Aka, buni yaltirlab turgan narsa nima bu? Aka, mana shu kotyollar, misol uchun kotyolning ichidan issiq havo chiqadi deyman xuddiga. Hop. Kimdir oddiy turba qo'yib qo'yapti temirdan, kimdir asbest qo'yapti. Qish paytida buni ichidan issiq havo o'tib, tashqaridan sovuq havo o'tib, kondensat hosil bo'ladi. Ya'ni tellash. Tellab boraveradi, kotyolning ichidan kunlar chiqib, bunga to'lib ilashib, to'lib boraveradi. Oxir 1 oy, 20 kundan keyin kotyol ishlamay qoladi. Shuning uchun biz buni oldini olib, ichi tashi nержавейкali, bu turbamiz 2 qavatli. Ichi tashi nержавейка bo'ladi, ichi bazalt bo'ladi. 5 santimetrlik bazalt bo'ladi, ya'ni kondensat bermaydi. Buni asosiy foydasi kotyol tiniq sohottoqa ishlashga olib keladi. Keyin to'lib qolavermaydi, ichida ko'mirini uzoqroq yoqib berishga, bitta rejimda ishlab berishga olib keladi. Bular ham sotuvimizda bor. Misol uchun 22 lik dimoxod deyiladi. Buni santexnik ustalarimiz juda ham tushunishadi. 22 lik dimoxod deyiladi. 1 metr 20 santimetr bo'ladi o'lchami. 450 mingga baholangan. 450 ming. Mana shuni, to'g'rimi? Bitta qavat shunaqa bo'ladimi? Shunaqa. Bir donasi 1 metr 20 santimetr bo'ladi. Buni ham olishsa, plus minus qilishsa, o'sha ko'mirini ekonomikasiga solishtirganda 2 oyda bu dimoxodni ham misol uchun 5 dona olishsa, puli chiqib ketadi. Keyin ko'p santexnik magazin bor bilsangiz, O'zbekiston hududida. Shunaqa santexnika magazinga oid magazinlarda hamkorlikka chorlab qolamiz. Bemalol aloqaga chiqsa, mana shu kotyollarimizni o'zlari kutmagan narxda garantiyasi bilan santexnik magazinlariga yetkazib beramiz. Biz bilan bir xil sotishadi narxlarini. Asosiysi yaxshi foydalanishadi. Keyin aytib o'tganlaridek, buni garantiyasi ham bor, bemalol. Garantiyasini beramiz. Olsalaring bo'ladi. Santexnik magazinlarga o'zlari kutmagan narxda chiroyli qilib beramiz. Zo'r. Orqadagi bo'lmasa sxemani sizlarga tanishtirib o'tgan bo'lsak, bu yoqqa turistka menga mana miyalari qiziqdi. Nima bu? Aka, misol uchun hozir toksiz ishlaydi deb gapirdik-ku bu kotyollarimizni. Bu o'sha Cooper zavodining ventilyatorli sxemasi. Ya'ni Cooper Pro kotyolga ventilyator qo'yilgan. Ventilyatorlar ham avtomatik o'sha qo'ygan gradusga borib o'chadi, yonadi. Buni bitta plus tomoni, misol uchun hoka ko'mir bor-ku, un ko'mirlarni ham bemalol qarshilik bildirib yoqib tashlaydi. Gradusni tezroq chiqaradi. Bulardan ham bor. Misol uchun Pro turbo deyiladi, turbo nadullar o'rnatilgan. Asosiyligi nima deydi? Menda un ko'miri bor deydiganlarga buni tavsiya qilasiz. Buni tavsiya qilamiz. Xohlashsa, mana shunaqa 3 million, 3,5 million lishniy расход bo'ladi. Bu kotyollarga ham o'rnatib beramiz. O'rnatib bersa bo'ladi. Bu apparatni nari kotyollarga ham o'rnatib beramiz, xohlovchilar uchun. Zo'r. Misol uchun Turkiyani kotyolini, o'sha Turkiyani o'sha respublikasida qaysi kotyol yaxshi ishlayapti, qaysi brend yaxshi deb shuni ham hisobga olib, O'zbekiston sharoitida yaxshi ishlaydimi, ishlamadimi, mutaxassislardan asosiy garantiyani olib kelganmiz. Fabian zavodini 200 kvadratdan 2000 kvadratgacha bor. Misol uchun mana shu eng kichkina 20 kilovatli kotyoli bo'lib, avtomatik kotyol, bunker qismiga 120 kilogramm atrofida ko'mir zapravka qilinadi. 200 kvadratli xonadonlarda 2,5 sutkadan 4 sutkagacha yonib turadi. Ya'ni 2,5 sutkadan 4 sutkagacha deyapmiz. Ularning teplov batareyasi yaxshi bo'lsa, sifatli ko'mir yoqishsa 4 kungacha ishlaydi. 4 kungacha? 4 kungacha ishlaydi. Misol uchun bu kotyollardan 1,5 mingtagacha sotib olganmiz 2 yil ichida. Hammasini qishda so'raganimizda qanaqa natija berdi, qancha расход qilyapti desa, eng kami 2,5 sutka yonyapti degan, eng maksimumi 4 sutkagacha yonadi deyilgan. Buni ham narxini aytib o'tib ketamiz. 200 kvadratli $2486. $2486. Zo'r. Bu tomonda 300-350 kvadratligi turibdi. Kattasi bu. Kattasi. Hop. 200 kvadratdan 350 kvadratgacha qo'ysangiz bo'ladi.
Buni narxi 2640 dollar. Bu endi kattaroq joylarga-da, to'g'rimi? Kattaroq xonadonlarga. Shunaqa aka. Buchi. Bular qanaqa? Bular ham o'sha Rossiyaning Novosibirida zo'r Magnum. brend NMK zavodini katyollari. Kuper katyoldan ko'ra sal arzonroq chiqadi. Buni ham verniy bor, nijniy bor. Misol uchun verniy Sunfire degan katyolimiz bor. 22 kilovatlik katyol 11 million 400 ming chiqadi. Bu arzonroq ekan-da. Bu arzonroq. Arzonroq bitta ko'mir sig'imi bilan 24 soatgacha yoqib beradi bular ham. Misol uchun Magnum degan katyol bor. O'sha NMK zavodini eng zo'r katyol turiga kiradi. Puli ham arzonroq. И нижний горение. Faqat yirik ko'mirga ishlaydi. Bularga ham elektr tok umuman kerak emas. Misol uchun 150 kvadratga mo'ljallangani 13 million 400 ming chiqadi. 13 million 400 ming. Juda ham hali ko'p olib kelamiz. Xudo xolasa, asosiysi zavod tomonidan garantiya berilgan. Juda ham muammo bo'lgan yo'q. O'sha 2018-yildan beri muammo bo'lgan yo'q bu заводской katyollarda. Asosiysi aka hamma garantiyani so'rab oladi. O'sha garantiyani biz beramiz. Hammasiga deyarli garantiya bor. Hammasiga garantiya bor. Rossiyskiy katyollar hammasi to'liq izolyatsiya qilingan, atrofi alohida katyolxona qilishlari shart emas. Tepasi navis qilsa bo'ldi. O'zimizni ishlab chiqargan katyollar zakazga qarab atrofi утеплитель yoki atrofi bezutеплитель, ya'ni katyolxonalari bo'lsa, bezutеплитель taklif qilamiz. И puli ham sal arzonlashadi. Agar katyolxonalar yo'q bo'lsa, 2 million, 3 million katyolxona qilib yurishmaydi, atrofi утеплительli katyollar beramiz. Misol uchun 150 kvadratga mo'ljallangan pastdan yonuvchi atrofi утепленный katyolimiz 9 million 300 ming so'm narxi. O'zbekiston hududida hamma joyga dastavkasi bepul. Bepulmi hozir dastavka? O'zimiz ishlab chiqargan katyollar dastavkasi bepul. Rossiyskiy, turkiy katyollarimiz dastavkasi kelishgan holda arzon qilib beramiz. Bizniki o'zimiz yana bitta imkoniyat. O'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Zephyr katyollari O'zbekiston bo'ylab ustanovkasi ham bepul ekan. Bu menimcha ishonchdan ham bo'lsa kerak, chunki Ustanovkasi emas aka, dastavkasi, ustanovkasi deyordim hozir. Dastavkasi bepul. Dastavkasi bepul. O'shanga o'zimiznikidan ham ko'ringlar, xohlasalar o'zimiznikidan, lekin aka sifat borasida Qozog'istondan aloqaga chiqishyapti bizga. Qozog'istondan hozir shunaqa santeynik yo'nalishda magazinlar aloqaga chiqishyapti. Xudo xolasa Qozog'istonga ham ekspertimizni yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa. Yaqinda shartnoma qilamiz. Misol uchun tepadan yonuvchi verniy katyolimiz aka 8,5 million chiqadi. Agar atrofi bezutеплитель bo'lsa 7,5 million chiqadi. Bu narxlarni aytib o'tib ketyapmiz. Klientlarimiz hisob-kitoblarni qilib oladi. Qo'ldan kelgancha narxlarni aytib o'tib ketdik. Keyin ko'mir zapravkasi ham o'sha 20-24 soat uyingizni teplo batareyasi hali kam bo'lsa, yaxshi ko'mir, sifatli ko'mir yoqsiz, 1,5 sutkagacha yoqqan klientlarimiz bor. 1,5 sutkagacha. Hazil ekan emas bu. Bilmadim-ku. Menimcha hammasini obzorini qilib berdik-a. Aka, xudo xolasa bu hali so'nggi texnologiyalarda ishlab chiqarilyapti-ku, o'sha videoni sizga tashlab qo'yaman. Videomizga qo'shib qo'yasiz. Klientlarimiz o'zlari ko'rishsin aka. Qanaqa ishlab chiqarilayotgan joyini ham qo'yib o'tib ketsak bo'ladi. Qo'yib o'tkazsak bo'ladi. Robotlar asosida o'sha Rossiyadan texnologiyasini olib kelganmiz, valid qilish robotlarini ham chekka olib kelib qo'yganmiz. Listlar ham Rossiyadan keladi. Faqat O'zbekistonda terilyapti xolos. O'zbekistonda terilyapti xolos. Zo'r gap bo'ldi. Mutaxassislar ham menimcha ajaqdan bo'lsa kerak. Bo'ldi. Yo'q, mutaxassislarimiz shartnoma asosida kelib o'rgatib qo'yishgan, qaytib ketishgan. Hozir o'zimiz ishlab chiqaryapmiz shu narsalarni. Menimcha hammasini aytilmagan narsasi qolmadi. Hammasini aytib o'tib ketdik katyollarni. Kimgadir nimadir, qanaqadir, nimadir qolib ketgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilaveringlar, xudo xolasa. Aka, qo'shimcha ma'lumot borasida bizni ijtimoiy tarmoqlarda Facebookda ham Katyol.uz saytimiz bor, Instagramda ham Katyol.uz saytimiz bor, YouTube'da ham Katyol.uz. Hamma nomimiz Katyol.uz. Kirib bemalol videolar ko'rsalar ham bo'ladi. 2000 taga yaqin video bor. Keyin har kuni katyollar haqida ma'lumot berib, video roliklar qilib o'tiladi. Bemalol o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham bizni kuzatishsa bo'ladi. Zo'r. Kollaboratsiya qilib ketamiz YouTube'larni ham. Bemalol o'tib, obuna bo'lib, qo'llab tursalaring, kerak bo'lsa har bittasini alohida obzor qilingan videolarni ham o'sha yerda topasiz. Sizga rahmat. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.